qarshimizda streamer desa, qanaqadir bekamchi odam yo'q, qanaqadir balkim hayoliga kelarkan, assotsiatsiya bo'larkan. Bugun shunaqa odamlar uchun video qilyapmiz. Bu videoda qilmasam ham bo'laveradi. Videolar chiqib qoladi, qanaqadir bir Neandertal odamlardan siz streamerga erga tegan bo'larmidingiz desa, yo'q, streamerlar bekarchi, 12 soat kompyuter o'ynab o'tiradi, bu deyishvoradi. 30 yildan beri shu ishni qilib kelaman. Mana inshaalloh bugun shu bekarchilikning orqasidan opamga bitta chempion olganman. Opamga qo'shib, onamga ham chempion olganman. Oddiy mashina olsam, oddiy ishlar mumkin, lekin qolganini sotib turib, uchosini bitta qo'lga qo'shsam, bitta X7 keladi. Lekin men X7 da yurib turib, bu deganlar ham piyoda yursa, u jicha narxli bo'lib qoladi. Shuning uchun birodarlarim, sal iltimos o'ylab turib, streamerlar haqida fikr chiqaringlar. Meni qo'llab-quvvatlayotganlarga Abdushir rahmat deyman. Deganlarim inshaalloh kelajakda bundan katta yutuqlarga erishamiz. Hammalarga rahmat. You and I drink the poison from the same vine.